Nurafshonda qattazo'r qozonchi beshbarmoq qilinishini bilasizmi? Videoni oxirigacha ko'ring, men aytib beraman. Tanishing, tulpar beshbarmoq. Bu yoqda umumiy zal, alohida xonalar, tapchali va stol-stuli shinam joylar bor. Ovqatlariga kelsak, beshbarmoqni qozon oshpazlari tayyorlashar ekan. Aslida beshbarmoqni qo'lda yeyish kerak deb aytishganda, qo'limga perchatkalarni kiyib olib yeyishni boshlavordim. Avval xamir, keyin go'sht, ustiga qazini qo'yib yeb ko'rdim. Ajoyib kombinatsiya, juda mazali, ishonavering. Tulpar beshbarmoqda beshbarmoqdan tashqari baluni ham me'yoriga yetkazib pishirishadi. Shashliklari bo'lsa 10 ga yaqin xili bor. Bu yerga do'stlar va qadrdonlar bilan bir marta bo'lsa ham kelib ko'rishingiz kerak. Agarda oilaviy keladigan bo'lsangiz, bolalaringiz zerikib qolmasligi aniq. Bu yerda bayram atmosferasi yuqori, farzandlaringizni qorbobo, qorqiz va yalmog'izga topshirib, o'zingiz bemalol ovqatlanaverasiz. Bolalar bo'lsa archa oldida musiqalar bilan mazza qilib o'ynashadi. Yetmaganiga qorbobo har bir bolaga bepulga sovg'a ulashadi. Tulpar beshbarmoqga ikkinchi avtobusda ham kelsangiz bo'lar ekan. Aniq lokatsiyasini Telegramga joyladim. Xullas, endi siz Nurafshonda qozonchi mazali beshbarmoqni qatta qilinishini bilasiz. Bu videoni sizga beshbarmoq berish kerak bo'lgan do'stingizga yuboring va Nurafshondagi qiziqarli manzillar uchun sahifaga obuna bo'ling.